Endi bolalar mendan shu bir voqea bo'lganda, 2-sinfda musulmon tomda o'qitganmiz-da. Endi mana shuni 20 ta bola o'tirgan bo'lsak, shunda so'rab, qarakaran so'rab ketyapti. Sen 2 karra, sen 4 karra, sen 5 karra ketyapti. Bizga navbat keldi, shunday o'tiribman men, endi nima bo'lsa mendan so'ramasin qarakaran bilmayman o'tiribman-da. Keyin mana shu qiz bola o'tiryapti. Unda qarakaran so'radi, javob bera olmadi. Cho't qo'ydi biz soldi. Cho'tishni oldidan kalla qo'shni bir soldi. O'zing bilasan, nima uchun fadodoshingga o'rgatmaysan deyapti-da. Shu qo'shiq bilan biz ham qutulib ketdik-da qarakarandan so'ramadik. Yaxshi. Shunday bir qiziq voqealar bo'ladi. Qayg'ali vaqtlarimiz olmaymiz. Albatta mana shu hayotda shu kungacha erishgan nima uchun birinchidan shu sinov rahbarlarining mehnati bo'lsa, qolaversa bunday o'zlarining mehnatlari bilan shu kungacha yetishib kelib, obro' e'tiborga erishib, shunday yig'ilib o'tiribsizlar. 10 yillik bugun maktab tugallagan yubileylar ekan, men sizlarni maktab jamoasi nomidan, o'zim nomidan, barcha ustozlar nomidan sizlarni tabriklayman. Xudo xohlasa bundan keyin ishlaringga rivoj, 20 yillik bir yubiley nimalar nishonlab jam bo'lib, bir-birlarini hurmatlaringni, obro' e'tiborlarga sazovor bo'lishlarini tilab qolaman. Rahmat. Shuning bilan darsimizni tugatamiz. Ikkinchi hisobda namoz Abdurrahman chaqir. Nimaga? Ishlari bo'lgan hurmatli ukalar, singillar, avvalambor barchangizni bugungi ulug' ayyomlaringiz, yubiley kechalaringiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Aziz ustozlar, ijozat bergansizlar. Hozir sobiq o'quvchilaringiz, qolaversa yubiley qatnashchilarini mana shu davramizga taklif etib qolamiz. Marhamat, davramizga Navtajijon Hisobulov. Marhamat. Mahmudxon Sattorova. Marhamat. Marhamat davraga. Shahzodjon Qidirov. Munisaxon Bobomurodova. Odiljon Abriyev. Nafisaxon Abriyeva. Erkinjon Bobomurodov. Sayyaraxon Samanova. Farhodjon Qurbonov. Sohibaxon Ro'ziyeva. Beknazarjon Namozov. Toybalanxon Jamiyeva. Orifjon Jo'rayev. Surayyaxon Ishniyozova. Abdumurodjon Rahmatov. Dilrabaxon Abduragimova. Anvarjon Sangirov. Marg'ubaxon Sattorova. Olimjon Bo'tayev. Marg'ubaxon Safarova. Anvarjon Safarov. Nigoraxon Jo'rayeva. Abdusalomjon Samanov. Saidaxon Norboyeva. Shuhratjon Nurmurodov. Nafisaxon Qo'ldosheva. G'olibjon Ravshanov.
Nargizaxon Ahmedova. Muzaffarjon Isanov. Nargizaxon Bobomurodova. Nargizaxon To'yliyeva. Zulfizaxon Mardanova. Va Naziraxon Bobomurodova. Marhamat davramizga. Hayotga qadam qo'ygan sobiq o'quvchilaringiz bugungi kunda hammalari hayotda o'z o'rinlarini topishgan, qolaversa hammalari jamiyatimizning turli sohalarida javlon urib faoliyat ko'rsatib kelishyapti. Biri hisobchi, biri shifokor, biri o'qituvchi-yu, biri haydovchi. Qo'yingki hammalari hayotda o'z o'rinlarini topishgan. Ha aziz ustozlar, chunki ularning mana shunday kunlarga yetishda albatta siz ustozlarning xizmatingiz beqiyosdir. Ulug' mutafakkir shoirimiz Yusuf Ashoji ustozlarimizni ulug'lab shunday degan edi: inson onadan bilimsiz tug'ilar, bilimni o'rganib, o't o'rganishlar edi degan edilar. Ha ustozlar, albatta sizlar haqingizda qanchalik jo'shib gapirmaylik, albatta ozliq qiladi. Chunki fazo sirlarini o'rgangan olim ham, fan va madaniyat arbobi ham uyingi 70 hunar sohibining qo'liga qalam tutqazib, savodini chiqargan ham bu o'qituvchidir. Albatta ustozlarimizni ulug'lab, ulug' shoirimiz Abdulla Aripov shunday degan edi: muallim haqida so'zim ushbudir. Muallim kamolat ichra ko'zgudir. O'qidim girodan tarixin men bor, Farobidan dini takror va takror. Barini o'qidim, lol qoldi aqlim. Bariga ustozsan o'zing muallim. Alisher qalbiga solding sehr fayz. Ey aziz muallim, ustoz Abullays, qutlug' xonadonda, qutlug' kalom bu. Hamid olim jondu, g'afur g'ulom bu. Rost aytsam o'zingsan bahol. Sen ular ganjida urri bebaho. Qutlug' ayyomingdan qutlug' kalom bu. Shogirdlar nomidan issiq salom bu. Hurmatli azizlar, albatta mana sobiq o'quvchilaringiz sizlarni hurmat qilib, mana shunday ajoyibgina o'zbekona qilib dasturxon bezab sizlarni mana shu bir piyola chayga taklif etibdi. Dasturxondagi noz-ne'matlarga marhamat deyman. Albatta mana shunday ajoyib kunda sizlarning dillaringizni xushnud etish maqsadida, qolaversa sizlarning xizmatingizda barchamizga tanish bo'lgan Shovvoz san'atkor akamiz Valijon Qidirov davramizga tashrif buyurishgan. Soziga atirgul bo'ylagan, hasratim dunyoga yoymagan, dardlarim qo'shiqqa joylagan, har dilni ravshon aylagan Valijon Qidirov. Qolaversa shu guruh kamarbastalari bu kecha siz azizlarning xizmatingizdadir. Chaling, ey Valijonim sozingizni, eshitaylik yangrab chiqqan ovozingizni, il hamisha ardoqlasin izozli sizni. Vaqt tavatgan qo'shiq va kuy alyoringizni. Marhamat salomlar.
insan yani ayolda bilgin ki